Do'stlik tumanida g'alla o'rim yig'imi yakunlanishi bilan dalalarni takroriy ekinlar bilan band etilish ishlari uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Bu esa yerdan samarali foydalanish, aholi daromadini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'lmoqda. Manas fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasida Nurbek Tursunov boshchilik qilayotgan Javohir Ravon yo'llari fermer xo'jaligida bu borada ibratli ishlar amalga oshirildi. Xo'jalikda jami 27 gektar maydonda dehqonchilik qilinadi. Shundan 37 gektariga bug'doy ekilib, hosildorlik rejasi ortig'i bilan bajarildi. G'alla hosili yig'ib olingach vaqtni boy bermasdan dalalar somondan tozalandi va takroriy ekin ekish ishlariga kirishildi. Maydonning 4 gektariga qovun, qolgan qismiga esa Jizzax viloyatida o'zini oqlagan tajriba asosida qo'shqator usulda mosh ekildi. Bugungi kunda mosh nihollari bir tekis unib chiqqan bo'lib, yashil maydonlar mehnatning samarasi va dehqonchilikning ezgu intilishini yaqqol namoyon etmoqda. Har bir qarich yerdan unumli foydalanish va takroriy ekinlarni o'z vaqtida ekish kelgusida yana bir mo'l hosil olish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Jizzax tajribasi asosida mosh qo'shqator ekdim mana. Xudoga shukr, mana hosili yaxshi. Ko'chat hozir mana 8-9 sm uzi mana yerda haydatgan yo'qman. Boshqa qilgan yo'qman. Mana shunday g'allani o'rib planga topshirdik. Joyiga olib kelib tajriba asosida mana ekib ko'rdik. Ko'chatimiz yaxshi. Prezidentimiz rahbarligida qishloq xo'jaligini isloh qilish, yerdan samarali foydalanish va fermerlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan e'tibor bugun ana shunday natijalarda o'z ifodasini topmoqda. Do'stlik tuman mehnatkash dehqonlari esa har bir mavsumdan unumli foydalanib, mamlakatimiz oziq-ovqat dasturxonini to'ldirish hamda yurt iqtisodiyotiga munosib hissa qo'shish yo'lida fidokorona mehnat qilmoqdalar.